mashinalarga rostdan kerak bo'lar ekan, xohlasanglar ofislarga ham, uylarga ham qo'ysanglar bo'ladi. Hozir bitta qisqacha tushuntirib beraman. Tepasidan ochiladi, suv quyasizlar. Keyin qaranglar, ishlashini qarab turinglar. Bitta skorost ishlayapti. Men ventilyatorni bemalol o'zingizlar nastroyga qilsangiz bo'ladi. Rostdan muzdek havo haydayapti. Maqtab o'tirmaymiz, lekin videoda bitta tushuntirib beramiz. Ikkinchi skorosga qo'yasizlar. Uchinchi skorosga qo'yadigan bo'lsanglar, muzlatib qo'yar ekan. Agar mana bu yerda bitta yoqsanglar, muzdek havoni parlab turar ekan. Xohlasanglar muz, xohlasanglar muzdekroq suv quyib qo'ysanglar ham bo'ladi. Ikkinchi skorosga qo'ysanglar 3 tasidan chiqyapti. Agar uchinchi skorosga qo'ysanglar 5 tasidan chiqyapti. Mana shamollar haydashini qaranglar. Ikkigina LED chirog'i ham bor ekan. O'zgartirsa ham, timer vaqtini ham o'zgartirsa bo'ladi. Xohlasanglar ham kojasini olib tashlanglar ham bo'ladi. Mashinalarga ham o'tbetlarga qo'ysanglar qarang, tepasidan olib turib suv ham qo'shasizlar. Xohlasanglar ustiga atir solib qo'ysanglar yoki mushkambar har xil hidlar qo'shib qo'ysanglar, priятный mana bu hidini ham chiqarib turar ekan. Hoziroq pastdagi tugmani bosing, ismingiz va raqamingizni yozib qoldiring. To'lovni mahsulotni qo'lingizga olganingizdan so'nggina amalga oshirasiz. Ulgurib qoling, mahsulot soni chegaralangan.